bitta joylarim qochib ketishdi. Aka hozirgi shunaqa vaziyat, hozirgi shunaqa zamon, birov $100 bo'lmasa $500 berayotgan zamon emas. Hozir shunaqa zamon bir-biriga bermaydi. Bersa, o'shani ro'ka chiqaradi. Beradi, o'sha narsani sizdan ertadan so'rab oladi. Shunaqa zamonda hozir. O'zingiz bilasizki, shunaqa vaziyatga. Shunday qamalib qoldim. Kontragtim bor. Rahmon Ali. Bilasizlar o'sha lider Avtocity. O'sha odam bo'lib ketib qolsa kerak deb o'yladim-da men qamalib ketgandan. U meni hech qachon chaqirmagan, men o'zim kelganman. U lekin bir hafta oldin u bilan Malayziya edim-da, shu narsa ana bo'lib qoldi. Hech qanaqa men bo'lib ketsa kerak u deb o'yladim. Yo'q, u aka kontraktni ham uzmagan. Keyin ham uyga borganda aka $10,000 pul berganda, $10,000 pul berib, ustiga yana bir $2,000 pul berganda kontraktlarimni tashqari har oylik kontragtim tushib turadi. Pul berib, mana agar yana yetmasa, golga aytasizlar, qaysi joyga yetmasa deb akamni qo'liga berib ketgan. Chiqdim akam. Kim qoldi, kim anaqa. Lekin sen qamoqdaligingda qaytib kelganda qamab qo'yishdi-ku. O'sha inson anaqa gap tegida qolib ketdi-da. Har xil chuma blogerlar video qilib chiqdi, uni ayblashdi. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, men chiqib kelgandan keyin bilaman bunaqa narsalarni. Tushunapsizmi? Hamma yoqqa borsa sen Rahmon. Yo'q, men Rahmon Ali chaqirmagan aka. U mana shu narsani satisfaks qilish kerak, bu narsani berdi. Sizni yomon kuningizga sizga yaxshilik qildimi, qanaqa inson bo'lmasin, sizni bir umr esdan chiqarmasligingiz kerak. Bir umr. Mana Bobur menga shuncha yaxshilik qilgan, men Tailandga chaqirman, shunaqa vaziyat keldimmi, men hech qachon Boburni unutmayman. Ham endi Rahmon Alini ham unutmayman. Bratni ham. Chunki hozirgi shunaqa zamon $100 bermaydi o'sha odam. O'sha vaqt sizga borganda qamalganini eshitib, birdan shuncha pul berib, agar yana nimadir kerak bo'lsa aytasizlar. Men chiqdim aka. Ularni ichiga men chiqdimmi? Lekin aytib turgan yaxshimi, agar nimadir yordam kerak bo'lsa aytinglar deb